Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodirbek, siz bo'lasizmi, adashmadikmi? Ha? Sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo, rahmat. Avvalambor bezovta qilgan bo'lsak, ming bora uzr so'rayman. Ayni daqiqalarda men sizga ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan tabriklar loyihasi bo'yicha qo'ng'iroq qilyapman. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim bu xayrli yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin, oilangizni, barcha dilga yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat. Boringizga shukr, sizga ham rahmat. Ayni daqiqalarda bizning loyihamizga sizni tavallud ayyomingizni o'zgacha qilib, hech kimnikiga o'xshamagan tarzda tabriklash istagida bo'lgan, siz kutgan va kutmagan yaqin insonlaringizdan tabriknomalar yetib kelgan ekan. Albatta, ushbu tabriknomalarni o'qib eshittirish bizning vazifamiz hisoblanadi. Biroz qimmatli vaqtingizni olsam maylimi? Va shu o'rinda sizga savol bermoqchi edim. Mana shunday chiroyli, o'zgacha, mehr va muhabbatga to'la tabriknomalarning egalari kim bo'lishi mumkin? Taxminlaringiz bormi? Singillab o'ta keladi. Demak, jigarlaringizdan kutasiz, shundaymi? Albatta, ular ham sherik bo'lib qolishadi. Yana bir taxmin qilib ko'ring-chi. Oila a'zolaringizdan kelgan, oilangizdan ko'proq kimlardan kutasiz? Senim bor, men gaplashaylik bo'lsa keladi, inson bilan mazzamon degan. Umringiz ziyoda bo'lsin. Mana shunday chiroyli tabriknomamizga jigarlaringiz ham sherik bo'lib qolishadi. Bu tabriknomamizning egalari ayolingiz Maqbubaxon opadan yetib kelgan. Farzandlaringiz Muhabbatxon, Ikromxon, Muhammad Yusuf ham sherik bo'lib qolishadi. Agar yesangiz, sizga kelgan ushbu tabriknomalarni o'qib eshittirishni boshlasam. Tayyormisiz? Rahmat. Unda diqqat qiling, biz tabriknomalarni o'qib eshittirishni boshladik. Assalomu alaykum. Meni qalbimning yagona sohibi, eng yaxshi insonim. Qadri qadidanda baland bo'lgan yorim. Sizni Allohdan hadya etgan yana bir xayrli yoshingiz uchun qalbimdan tabriklayman. Muborakbod etaman. Vaqtimizga hamisha qadam sog' va omon bo'lib yuring. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizga atalgan yuragimni tubida joylashgan eng samimiy, eng beg'ubor tilaklarimni ushbu dastur orqali yozishga qaror qildim. Va hayotimizda borligingiz uchun umrimning so'nggi kuniga qadar rahmatlarimni aytmoqlikni istadim. Hayotimiz davomida bir-birimizga bo'lgan iliq va samimiy tuyg'ularimiz hech qachon so'nmasin deyman. Yaxshi va yomon kunlarimizda bir-birimizga doimo suyanchiq, yelkadosh bo'laylik. Hayotning past, baland zinapoyalarida mana birgalikda sekin-asta o'tib kelyapmiz. Uzoq yillar davomida birga umr guzarlik qilib, mana shu farzandlarimizni Xudo xohlasa rohatlarini Makkatullohlarda ko'rib yuraylik. Qalbimning egasi, baxtimning sababchisi, sizdek insonni taqdirimga yozgan Allohimga ming shukronlarim bo'lsin. Hayotimiz davomida meni va barcha injiqlarimga chidayotganingiz uchun, barcha istaklarimni bekamu ko'z qilib yaratib berayotganingiz uchun umrimning so'nggi kuniga qadar sizga cheksiz rahmat aytaman. Bizni deb qilayotgan mehnatlaringiz, chekayotgan zahmatlaringiz evaziga yaratganim sizga ikki dunyo savobi saodatini bersin. Allohim doimo panohingiz bo'lsin. Topganlaringizni barakasini bersin. Topganlaringiz faqat va nafaqat yaxshi kunlarga, xayrli narsalarga sarflansin. Hamisha ham Alloh sizni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Allohim o'z baytlariga chorlab, barchamizni o'z karamiga mehmon bo'lish baxtini nasib qilsin. Inshaalloh siz bilan ham jannatlarda bo'lish vaqtini doimo so'rab qolaman. Allohim inom etsin. Sizni Allohimni menga bergan eng yaxshi tipasi ekanligingizni bilaman. Umringiz ziyoda bo'lsin deyman. Hamisha har baxtimizga sog' va omon bo'ling. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Agar bilib-bilmay ko'nglingizga azob bergan bo'lsam, ushbu fursatlardan foydalanib, meni Alloh uchun kechiring deyman. Yana bir bora mana shunday xayrli yoshlaringiz, ulug' yoshlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamisha har doim oilamizni baxtiga sog' va omon bo'lib yuring deya samimiy tilaklarini, dil so'zlarini siz uchun qoldiribdilar. Rahmat, jonlar sog' bo'lsin. Hammalarning umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat.
Ilohim aytganingiz kelsin, sizga ham rahmat aytamiz. Ayni daqiqalarda ikkimizning g'oyibona suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Mana bugun tavallud ayyomingiz ekan, ushbu fursatlardan foydalanib, sizni ham ayolingiz hamda farzandlaringizga samimiy tilaklaringiz bo'lsa, hozirda aytishingiz mumkin. Birozdan so'ng ular ham eshitib, albatta xursand bo'ladilar. Marhamat akajon. Tenjonlar sog' bo'lsin. Hammalarni ham Xudo umrlarini uzun qilsin. Qo'llarimni ham Xudo umrini uzun qilsin. Tenjon sog' bo'lsin. Meni baxtimga hammasi yaxshi bola bo'lsin. Ahli ilm, ahli iymon, dinga xizmat qiladigan bo'lishsin. Ko'z ko'rganda quvonadigan bo'lishsin. Tenjonlar sog' bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganingiz uchun, biz bilan suhbatlashganingiz uchun yana bir bora tashakkurlarimizni aytamiz. Sog' bo'ling. Salom. Rahmat. Tenjoningiz sog' bo'lsin. Sizlarni yaxshi. Takdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz saqlabdi. O'shal kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling. Sog'imga har bir ishda suyansam. Gohsiz tutgan so'z aytishga uyalsam. Dilingiz mendan og'rimasin dildoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Sevgi degan sinovimdan o'talgan. Gohim mehribonim, goh bag'ritoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Birga ko'ring farzandlarni baxtini. Uzoq yillar shodlik rohatini. Yuz yoshda ham ishqdan qotirib boshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Oysiz yonimda quyoshim. Baxtimga bor bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Yolg'izim yorim, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim.